Ko'pchilik ayollarda uchraydigan, lekin sezilmaydigan muammo borligini bilasizmi? Bu bachadon bo'yni eroziyasi. Ko'p holatlarda alomatsiz o'tadi. Ba'zi holatlarda esa qonli ajralma bilan belgi berishi mumkin. Bachadon bo'yni eroziyasi bu bachadon bo'yni shilliq qavatini yuzaki o'zgarishi hisoblanadi. Bu holatni aniqlash uchun albatta ginekolog ko'rikka borish lozim. Men Musayeva Feruza Mirhaydarovna Toshkent Medical Park klinikasida o'z ish faoliyatimni olib boraman. Bugun sizlar bilan ayollarni o'ylantiradigan mavzu eroziya haqida gaplashamiz. Bachadon bo'yni eroziyasi quyidagi sabablarga ko'ra boshlanishi mumkin. Birinchidan, gormonal o'zgarishlar, erta jinsiy hayot boshlanishi, infeksiyalar, tug'ruq va abortdan keyingi shikastlanish hamda immunitet pasayishi hisobiga hosil bo'lishi mumkin. Bachadon eroziyasi homilaga qanday ta'sir qiladi? Bu haqida ham to'xtalib o'tmoqchiman. Agar bachadon eroziyasi infeksiya bilan birgalikda bo'lsa, homilaga yuqishi mumkin. Homiladorlikda bachadon eroziyasi qonashi mumkin. Uchinchidan esa davolanmagan infeksiya homiladorlikda erta tug'ruq xavfini oshiradi. Eroziyani kuydirish to'g'rimi? Albatta, ba'zi holatlarda eroziyani kuydirish tavsiya qilinadi. Ammo kuydirishdan oldin pap test, ya'ni sitologiya, kolposkopiya hamda virus papilloma человека infeksiyasiga analiz topshirishingiz lozim bo'ladi. Har qanday eroziyani ham kuydirish tavsiya etilmaydi. Yoshlarga va tug'magan ayollarga kuydirishda ehtiyotkorlik bilan yondoshish tavsiya etiladi. Davolanmasa nima bo'ladi? Davolanmasa surunkali yallig'lanish paydo bo'ladi. Qon ketishlar kuzatilishi mumkin. Infeksiya darajasi yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Ba'zi hollarda bachadon bo'yni eroziyasi displaziya holatiga o'tishi mumkin. Shu sababli kamida 6 oyda bir marta ginekolog ko'rigidan o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bachadon bo'yni eroziyasi vaqtida davolanmasa, og'ir daraja displaziyaga o'tib, hattoki bachadon bo'yni raqiga ham o'tishi mumkin. Bu muammoda men sizga qanday yordam berishim mumkin? Mening davolash usulim kriodestruktsiya, ya'ni suyuq azot bilan bachadon bo'yni eroziyasini muzlatish. Agarda yuqorida aytib o'tilgan belgilar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, klinikamizga murojaat qiling, men sizga yaqindan yordam beraman. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying, ularga ham manfaatli bo'lsin.